Salom, siz Akitadasiz. Bu yerda o'qish shunchaki nazariya emas, balki haqiqiy ish tajribalariga ham asoslangan. Tasavvur qiling, kunning birinchi yarmida siz o'qiysiz. Ikkinchi yarmiga kelib esa Koreya texnologiyalari kompaniyasida ish olib borasiz. Bularning barchasi Learn and Earn dasturi asosida. Ayni paytda birinchi kurs talabalarining 50% ish bilan ta'minlangan. Bu qanday ishlaydi? Birinchi o'rinda ro'yxatdan o'tasiz, keyin tanlov asosida tanlanib olinasiz, o'qiysiz, so'ngra imtihon topshirasiz va qarabsizki siz ish bilan ta'minlanasiz. Hamkor kompaniyalardan biri bu Arasoft. Bu yerda talabalar audio, video va animatsiyalarni qo'shib nashr etish uchun elektron kitoblarni takomillashtiradilar. Yana bir kompaniyalardan biri bu Komepo. Bu yerda talabalar ko'priklar va binolarning shikastlangan qismlarini topishga yordam beradigan sun'iy intellekt uchun ma'lumot yaratadi. Akita bu shunchaki ta'lim olish uchun emas, balki ajoyib loyihalar va o'quv paytidanoq daromad topish imkoniyati ham demakdir. Akitaga o'qishga kiring va dunyo miqyosidagi IT hamjamiyatining bir qismiga aylaning.